Chiqing aka. Sinib ketadi. Yo, sinmaydi. Sakrab kelavering, sinmaydi. Voy, shunaqa ham moshina bo'ladimi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Lensistani ustalari Namanganda deydi, lekin o'zimizda ham usta bor ekan. O'sh shahrini, Aravon rayonida, Muhriddin. Assalomu alaykum. Mana zo'r qilib ko'rib turganlardek qilib berdi. Ish jarayonini ham qo'yamiz video davomida, ko'rib turinglar. Bu o'rtacha sложностьdagi litsenziyalarimiz, bundan ham qiyinroq litsenziyalarimiz bor. Yevro kerak zakazchiga odam Yevropada ko'rib kelgan litsenziyasi bo'lsa ham qilib beramiz. Demak, любой сложностьda qilib berasizlar. Xohlagan variantida chiqarib beramiz. Xohlagan razmer, xohlagan stil. Shunaqa yaxshi. Endi aziz do'stlar, ko'rib turganlar shunaqa holatlarda chiroyli qilib bitirib berishdi. Hozirda bu bola Bishkek, O'sh, Jalolobod va Batken shaharlarida o'z xizmatini ko'rsatib kelyapti. Agar sizlar ham sizlar qilmoqchi bo'lsanglar, aytsanglar, o'z jamoasi bilan borib chiroyli qilib bitirib beradi. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Muhriddinga aloqaga chiqib, xizmatlarni qilishingiz mumkin. Qayerdan topamiz deganda, o'zini profili bor, Instagram, TikTok, YouTube hammasi bor. Hamma saytlari bor. Kirib bemalol qolgan ishlarni ham ko'rishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar olasiz va bu yerda nomerlar qoldirilgan, aloqaga chiqsanglar bo'ladi, shunaqa. Bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Profilni отметка qilib qo'ydim. Shunda bossanglar, to'g'ri kirib ketadi profiliga. Profilning nomi Lesinsta O'sh. Kirib bemalol obuna bo'lib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Sizlar bilan biz Muhriddin bilan Sirojbek keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Doimo xizmat etamiz.